Yuk mashina olishda qiynalyapsizmi? Siz uchun Aynan siz uchun shunday to'g'ri yordam beradi. biznesingiz uchun, xohlang o'zingiz uchun. Mashinamiz komfort bo'ladi, konditsionerlar ishlashlariga bitta baho berasizlar mana. Qog'oz uchirib yuboryapti, endi o'zlaringiz bilasizlar. Boshlang'ich atiga 25% to'lab, 1 yildan 5 yilgacha avtogilik tarixi 25% necha bo'ladi deganlarga 43 million bosh to'lovni sug'urtalar o'zgaradi aka, 1 yildan 5 yilga qarab. Grafik kerak bo'lgan pastda grafik so'zini yozib qoldirsangiz bo'ladi kommentariyaga. Mashinamni qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, 1.5 lik avtosenni sepli motor bo'ladi, e'tibor qaratamiz akalar. Mashinamizda konditsioner, elektron rol, ABS tormoz, hamma qulayliklar mavjud. Monitorlar mavjud mashinada. Mashinamiz gurjapadan 2 tonna bo'ladi. Orqa tarafga keladigan bo'lsak, 315 ga 172 bo'ladi. Mashinamiz yakka bo'ladi, zavodskiy benzinli bo'ladi. Mashinamiz tan narxiga keladigan bo'lsak, 166 million so'm bo'ladi. Avtosalon tomonidan nima bo'lsa qilib beriladi deganlarga, xohlaganlarga video registrator, xohlaganlarga elektron rol, poliklari bonus, gaz bonus, benzini ham bonus akalar, polni bak. Shinere sensordan avtosalonga kelasizlar, ishlarni 1 soatda bitirib beramiz. Shinere olaman degan do'stlarga videoni jo'natib qo'yamiz.